Fito firmasini Vardanza sortini ekkanmiz. Mana bu Vardanza sortimizni xudo xolasa seminarga, kiloliga tashlab beramiz. Ko'ramiz qani necha kilo pomidor beradi. Mana Vardanzamiz shu ko'rinishida, xudo xolasa tortishni boshlaymiz. Bismillah. Mana birinchi yarısimiz tortamiz. Bismillah. Mana tarozilar tarab olganmiz. Birinchi tiltimiz 1 kilo. Mana ikkinchi kistimizni qo'yamiz. 2 kiloyu 400. Mana uchinchi kistimiz 3 kiloyu 700. Mana to'rtinchi yarısimizni qo'yamiz. 4 kiloyu 900. Mana 5-chi yarısimizni qo'yamiz. 6 kiloyu 200. Mana 6-chi yarısimizni qo'yamiz. 7 kiloyu 200. 7-chi yarısimizni qo'yamiz. 8 kiloyu 100. Mana 8-chi yarısini qo'yamiz. 9 kiloyu 9 kiloda o'zi. Bu 9-chi yarısı qo'yamiz. 9 kiloyu 500. Mana 10-chi yarıslarimiz 11. Mana 12. 10 kiloyu 100. Oh. Mana 13. 14. Qo'yamiz. 10 kiloyu 300. Mana eng tepasidagi oxirgi yarıslar qo'yamiz. 10 kiloyu 500. Mana 10 kiloyu 500 keldi. Xudo xolasa Vardanza sorti zo'r.